Ramazonda qazolaringiz qolgan bo'lsa, darrov tuting. Shavvolda tuting. Shavvolda Ramazonni qazosini tutib bo'lganimizdan keyin Shavvolning 6 kunlik ro'zasini undan keyin tuting. Chunki avval farzning qazosini tutish kerak. Saharlik iftorlik vaqti nechida? Birodar, mana qo'limizda Ramazon taqvimi bor. Ramazonning vaqti soati bor. Demak, ertalab saharlik 1 daqiqa kechikib boryapti. To'g'rimi? 4:40 bo'ladigan bo'lsa, masalan, 4:39, 4:38 bo'lyapti. Birodar, keling shuni 4:30 qilaylik. 4:30da og'izni yopaylik bugungi kunda va bugungi kundagi alhamdulillah Alloh taoloning o'zi fazl va marhamat bersin. Shom namozi 19:20 da. Shu vaqtga ochaylik.